Aleyküm aka. Qanday bo'lyapti aka? Yaxshi, yaxshi, rahmat aka. Qirg'iziston Batken. Batken. Assalomu alaykum Batkenga. Salomlar bo'lsin. Gap yo'q, gap yo'q. Isyapsiz a, xudo xolasa. Moza yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Batkenga salom beramiz. Va bu kishi Tojikiston, Jilikko'l. Qanday bo'lyapti aka? Hal sizni endi kirasiz a, keyin. Ha, keyin hijoma qilamiz sizni. Bu akamni mana bu yerga yotqizib massaj qilamiz inshaalloh. Bu yerda albatta yaxshilab massaj bo'ladi. Orqalaringiz, og'riganlaringiz juda ketib qoldi. Bu boshqa gap yo'q. Inshaalloh. Va men o'zim. Mana shu kunimizni hijoma qildik. Nasib bo'lsa. Mana endi bu aka qanday bo'lyapti massaj? Mana elektro massaj bilan qanday bo'lyapti sizga? Zo'r aka, zo'r. Ha? Zo'r, yaxshi. Zo'rmi? Ta'sirot qanday ta'sirot? Ta'sirot zo'r, yaxshi. Zo'r a? Ha. Bellarda ezi bor inshaalloh. Ha. Juda go'zal, xudo xolasa. Qirg'iziston, Batken Bapesh deb Batkendagi akamiz massajda. Bu ukamiz va inshaalloh hijomasini hozir bo'ldik inshaalloh. Bu ukamiz hijomada. Tavsiya qilasizmi aka qirg'izistonlik akalarimizga? Tavsiya qilamiz. Qirg'izlarga, ha? Ha, kengizlar yaxshi ekan. Inshaalloh. Massajga gap yo'q lekin inshaalloh. Gap yo'q. Gap yo'q. Qanday bo'ldi massaj? Zo'r aka. Zo'r ekanmi? Qirg'izistonliklarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman kengizlar. Qirg'izistonlik bir to'g'onlarga tavsiya qiladi. Mana bu yerda zulugimiz ham bor inshaalloh. Zulug ham bor inshaalloh. Mana bu Tojikistonlik ukamiz birga ishlaysizlar, ha? Mana shunda massaj qilamiz, yo'nalishda bu farez, elektrofarez tok bilan uradi, juda go'zal inshaalloh. Kelasizlar inshaalloh. Kabina kontakting o'zim. Hammaga tavsiya qilasiz inshaalloh. Kengizlar. Bo'pti. Rahmat.